Ishbilarmi opa-singillarimiz sizlarga katta partiyada qaranglar, asal bo'lgan kostyum shimlarimizdan olib kelib qo'ydik. Mana buni qaranglar, tugmalari вообще необычный narsa ekan. Shunaqa sirg'am bor o'zimning qizlarimiz. Qaranglar, juda ham akkuratniy bo'lib turadi. Kiyganinglarda bellarini qaranglar, bellarini xohlasanglar belinglarga moslab tortib olsanglar ham bo'ladi. Men ozgina bo'shatib kiyganman, sizlar xohlasanglar tortib belinglarga moslab kiysanglar bo'ladi. Bitta aylanib ko'rsataman, qaranglar, orqalari ham shunaqa akkuratniy bo'lib turadi qizlarimiz. Shimlari ham shunaqa primoy fasonda ketgan, oldilarida shunaqa cho'nchiklari ham bor qizlar, qaranglar. Ofislarga mazza qilib kiysanglar bo'ladi. Ranglar, rasvetkalar o'zim kiygan shunaqangi seri rangidan bor. Xohlasanglar bordoviy, xohlasanglar qora ranglarni olib kelib qo'yganmiz. Razmerlari 42 dan 50 gacha bemalol kelib, xohlaganinglarni tanlab kiyib olib ketsanglar bo'ladi qizlarimiz. Qaranglar, men sizlarga buni shimlarini ham ko'rsataman. Shimlarini qaranglar, yonboshlari shunaqa rezinoviy, shunaqa ushab turadi. Belinglarni mustahkam qilib tushib ketmaydi. Remensiz ham bemalol kiysanglar bo'ladi. Kashtvasiga ham gap bo'lishi mumkin emas, katushka ham bo'lib qolmaydi. Yuvib mazza qilib yillab kiysanglar bo'ladi qizlar. Barchalar Malik Shopda kutib qolamiz qizlarimizni. Agarda o'zingizlar kela olmasanglar, bizda bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Barchalar Malik Shopda kutib qolamiz. Storislarimizdan kuzatishda davom etinglar. Bizda aksiyalarimiz ham davom etyapti.